Bu nimasi? Axir Nima bo'layotganini tushunmayapman, lekin Draka g'azablanib boshqaruvini yo'qotyapti. Draka, menga quloq sol. Hech narsa chiqmayapti. Darken, u yerdan ket. ehtiyot bo'l, Leo. Megaroidga aylan. Yo'q. Leo. Draka. Kobi, nima balo qildangiz-ganmisan? Valbus urug'ini yoqib yubormaganmiding? Valbus urug'i. Lekin sen uni haqiqat urug'i, haqiqatni ochib beradi deganding-ku. Bu haqiqat urug'i. Uni Draka ichiga joyla. Shundan so'ng uni xotiralari qaytadi va Malika Jin haqidagi haqiqatni bilib oladi. Hammasi yaxshi bo'lish kerak edi. Unda nima uchun bularni hammasi sodir bo'lyapti? Bilmadim buni. Munkar. Bu sizning maxluqchangiz tezligi va qobiliyati sinovdan o'tkaziladigan poyga. Transformatsiya qiling va g'alaba qozoning. Draka, olg'a! Poygani tugatamiz. To'liq tezlik. Darken 3 ta g'alaba bilan yetib kelib, Drakani ortda qoldirdi. Finish! Vetel Vaskervil yutdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar g'olib aniqlandi. Va bayramni boshlash vaqti yetdi. Ha? Drakaga nima bo'ldi? U boshqaruvni yo'qotyapti. Hayronman. Voy! Ehtiyot bo'linglar. Draka! Nimalar bo'lyapti? Nima bu? Shu vaqtgacha opus kuchidan foydalanadigan har qanday maxluq musobaqada yutqizsa, yovuzlik urug'idan xalos bo'ladi. Ha, siz haqsiz malikam. Mutlaqo. Lekin bu safar u yutqazmaguncha yovuzlik urug'idan xalos bo'la Biz olmaydi. o'tmishda ko'rgan boshqa yovuzlik urug'laridan Draka ichidagi urug' kuchliroq bo'lishi mumkin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, uni uzoqroqqa olib ketish kerak. Rarken, bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. Ehtiyot bo'ling, u biz tomonga kelyapti. Shoshilishing kerak. Rahmat. Ketdik. Voy. Rahmat. Bu yoqqa. Nima qilmoqchisizlar? Sen nima deb o'ylaysan? Biz Drakani tinchlantirishimiz kerak. Yanada ko'proq vayronagarchilik qilmasidan avval. Buni bajarish mumkin. Birgalikda. Albatta. Bolalar, Drakani bu ahvolga tushishiga men aybdorman. Yolg'on. Men senga qarab shuni tushundimki, sen buni ataylab qilmagansan. Sendan iltimos, nima qilishim kerakligini ayt, qanday qilib uni o'z holiga qaytarishim mumkin?
Qaqshatqich zarba! Olg'a! Chiqdimi? Yo'q. Tip. Ruda? Tip. Pane. Sipa! Ruda! Lancelot! Lancelot! Draka, to'xta, sendan iltimos qilaman. Xavotir olma. Qolganini menga qo'yib ber. Olovli shardan so'ng o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Dunyoda moncha yeyolmaydigan narsani o'zi yo'q. Moncha Metroidga aylan. Moncha! Moncha! Men sizlar bilan Michael. Jin mega kombinatsiyasi. Tushundim. Oldinga. Negaroidga aylan. Moncha, hozir! Moncha, boshla! Nima qilyapsan? Shunchaki kuzat. Moncha, davom et. Iltimos, qanday qilib uni o'z holiga qaytarishim mumkin? Haqiqat urug'i jangga kirdi. Yo'q, sizlar uni Valbus urug'i deb ataysiz. Uni Drakadan tortib olishingiz kerak. Moncha, Drakani bor kuchimiz bilan siqamiz toki ichidagi urug' chiqib ketsin. Barakalla. Moncha, oz qoldi, chidab tur. Bo'ldi, yetar. Moncha omon qolmasligi mumkin. Mening moncham osonlikcha yengilmaydi. Unday qilma. Draka. Yo'q. Ha? Bu qirollik qo'riqchisi Rufmi? Ha? Demak, Nima? seni malika ekanda. Ha? Draka! Moncha!
Men ahvolim yaxshi. Jinni ushla. Nima? Moncha. Kobi! Kobi! Va nihoyat ismimni aytding-a. Jin, sen xuddi otangdek buyuk ritsar bo'lasan. Kobi! Moncha.